Assalomu alaykum. Kecha bozorga chiqib, ikkita xonaga material olib kelganmiz Dekoplast qovurg'aligidan. 360 ga 510 bitta xonamiz. Ikkinchi xonamiz mehmonxona 660 ga 350. Shu ikkita xonaga materialimiz puli 3.670.000 bo'ldi. 200 metr reyka oldik. Dekoplast Samares maqlari bilan 3.670.000 bo'ldi. Hozir mana uyda egasi biza ustalarni juda qiynayapti. Hozir mana shu ishlaydi bergan xolos, lesa yo'q. Ashunda hozir vaqt olyapti sizlarga. Manaqa patolog qildirmoqchi bo'lsanglar, iltimos manaqa lesalar olib kelinglar. Qo'ni qo'shnida bordir yoki arendaga 3000 so'mdan beradi bir kunligini. Lesa bo'lsa ish tezroq bitadi-da. Mana hozir kabellarni ham tashlab ketyapmiz, montajlarni ham o'zimiz qilyapmiz. Keyin hozir mayog'imiz mana ancha reykalar osilib ketdi, sababi tom yoptirayotganda ham u balkani tashlatayotganda ustalarga e'tiborli bo'linglar. Balkani bu pastga qonni, qiyshiq tomonini pastga qilib qo'ygan. Hozir balka mana shu ikkita balka, 3ta balka ancha tushgani hisobiga shuncha reyka osilib rasxod olib ketyapti. Hozir Dekoplastning narigi xonada bitta ko'rinishini ko'rsataman sizlarga.